Nima shikoyatingiz bor? Vaqt. Qani o'tirishchi. Nima bezovta qiladi aka? Grija. Ben doktor, Shikoyat nimadan bo'lyapti? mashina 2 yilmi bo'ldi tushganimiz. Hop, 3 yil oldu. 3 yil oldin. Aha. Endi hozir Xulosasini ham bering. Ha. xulosasiz. Yo boshqa tushib chiq desangiz, boshqa tushib chiqaman. Aha. Travma bo'lmaganmi sizniki? Yo'q. Kecha belini ko'tarib ololmadi, buyraklarini desam, yo buyrak emas ekanu. Doktor nervologически bir bola qisilishi bola dedilar. Qani xulosasi yo'q? Yo'q, xulosasi yo'q. Og'riq qayerdan bo'lyapti? Og'riq mana shu yoqimda chap. Bel o'zida. Ha, bel oyoqqa beradi, mana qo'l, nom. Mana mash. Grija uncha yo'qda bo'ladi hozir mana. Protruziya deb ko'rsatyapti, levostronniy skalyoz. Bunga doktor 5 yil bo'lgan. Ha. O'shanda tushganimda doktor nimaga ashinga? Davol eliga Evertiga tushganimda o'sha qancha bo'pti deganda o'shanda. Yana o'shandan keyin ikkovlar o'qil yuruvdi. Hozir bu 5 yil oldingisi. Oldin unaqa yo'q edi. 3-pastga? Ha, hozir gaplashamiz. Qani o'girlikchi? Og'riq bormi shunda? Ha, mana. Hop, mana. Bundachi? Bundachi? Bunga faqat chap yaqinda. Chap yog'ida bor. Hop, mana teksturali. Mana. Urganimda. Bormi? Bu yerda. Oyoq uchida yuraychi. Yuring. Yuring. Qaddingizni ko'taring. Ha, yuring. Menga qarab tovonda yuring. Og'riq bormi shunda? Ha, mana chap. Ha, grijaga o'tibdi bu. Yoting, ko'plarni ichib yoting. Yoting osmonga qarab. Bosh tomonga, bosh baqa qilasiz. Hali oyoq tomonga siljing. Yoting. Uzating. Mana ko'targanimizda og'riqlar bormi? Bor. Hop, mana aylantirganimizda bormi? Bor. Mana bundachi? Ha, bu Uzat. Mana. besimda yo'q bo'lmuş. Mana bundachi? Yo'q, besimda. Shu chap tomonlama chap tarafimda bor. grija bor bo'ladi. Chap tomonlama qisilib qolgan. Hop. Muolajani bir MRT qildirib boshlaylik-a bo'lmasa. To'g'ri bir yondashib, hop. Sal hamma harakatlarda og'riq bo'lyapti-da bo'ladi. O'shani grija kattaga o'shqayapti hozir. Shunaqa bu hozirda 5 yil bo'ldi tushganimga. O'shani grija deydi. Grija oldi holat ekan o'shanda. Hozir grija deyarli bo'lib qolgan. Familiyangiz ayting. Mirzaliyev ba'zan. Hop, endi mana mustahkamlayapmiz-da, endi grijani yo'qotib, xudo xolasa. Yuzga 70. Yaxshi, yurak urishlaringiz yaxshi. O'pkalar yaxshi. Hop, o'zgarishlar qay darajada? Yaxshi, zo'r. Ha, bir so'z bilan aytganda zo'r. Zo'r. Deyarli 90%, 100% yaxshi. 100%. Yaxshi. Og'riqlar qoldi to'la. Og'riqlar qoldi, yo'qoldi. Hamma joy yaxshi. Yaxshi. Qani? Tushunchi menga? Vaqt o'girlikchi. Hop, qiyshayishlar yo'q. Chapga egilib ko'ring. Og'riq yo'qmi? Yo'q. Mana bunday yo'qmi? Yo'q. Yaxshi. Oyoq uchida tovonda yurib ko'ring-chi. Birinchi kuni yura olmayotgandingiz, umuman. Ha. Menga qarab tovonda yuring. Og'riqlar yo'qmi? Hech qanday og'riq yo'q. Hop, o'ngga chapga yengil egilib ko'ring. Og'riqlar yo'qmi? Umuman. O'tirib turib ko'ring-chi. Yaxshimi? Hamma joy yaxshi. Hop, bu yoqqa chiqing-chi. Osmonga qarab yotavering. Yoting. Yoting, ha, shuna yoting. Hop, mana. Oyoq ko'targanimizda og'riqlar bor edi. Hozir yo'q. Yo'q. Elastikligi ham yaxshi. Mana Yaxshi. aylantirganimizda yo'qmi? Yo'q, yaxshi yo'qda. Bundachi? Yo'q. 100% tuzalibsiz. 100%. Endi qo'shimcha tavsiyam sizga bu grijani profilaktikasi doimiy ravishda ko'p o'tirmasdan ko'proq harakatda bo'lib turish, ya'ni mana kun davomida
ba'zi kasblar borki, ertalab ishga boradi, ishga borib o'tiradi, yana ishdan kelib yana uyda o'tirib yotib, ana shunaqa kun tartibi bor. Shularni yo'qotish kerak. Ya'ni ishga borishdan oldin bir jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Ishdan kelgandan keyin yotishdan oldin jismoniy tarbiya bilan shug'ullanish kerak. Undan tashqari yuklarni to'g'ri ko'tarish. Ya'ni mana misol uchun 5 kilo yukni ham ko'tarib turib, greja bo'lib qolganlarni eshityapmiz. O'sha yuklarni ko'tarishda mana kerak bo'lsa tuflingizni cho'tkalasangiz ham bir oldinga sal oyog'i tashab, keyin sal o'tirib, keyin ishlarni bajarilsa, yuklarni ko'tarishda shunaqa ko'tarish kerak va issiq sovuq qilib qo'ymaslik kerak. Terilab turib, shamol tegizib qo'ymasligingiz kerak. Shularga e'tibor berasiz. Undan tashqari sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Undan tashqari kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilib turasiz. Bu grejadan 100% uzoqroq yurasiz. Buni meditsinada shifosiz dard emas, hammasi tuzaladigan grejalar hisoblanadi, deyarli hammasi. Hop, endi sizni hozir fizioterapiyani oldingiz, hozir men sizni massaj qilib, hop, yechining aka. Oyog'ingizni mana shunday torting. Torting. 1, torting. 2, torting. 3, bunisini torting. 1, torting. 2, torting. 3. Oyog'ingiz buklanib kelasizmi? 2 yonga suring. 1, suring. 2, yana. 3, o'rtaga torting. 1, torting. 2, torting. 3. Bo'sh qo'ying. Zo'r qursinlar. Mana bo'sh qo'ying. Hoppa. Hop, endi bu tomonga yo'nchilab aytingchi. Buni uzating. Oling. Chiqaring. Qarab yo'nching. Chiqaring nafasni. Yaxshi. Yana salmanga siljing. Nafas oling. Chiqaring nafasni. Yaxshi. Osmonga qarab yoting. Bo'sh qo'ying. Yaxshi. Zo'r. Hop, o'tiring. Qarab o'tiringchi. Qo'lni bosh orqasiga qo'ying. Bosh saliging, yelkangizni bo'shashtiring. Yana bo'shashtiring. Kechagi texnikasini qilib qo'yamiz. Qo'lni orqaga uzating. Qo'lni orqaga. Nafas oling. Chiqaring. Chiqaring. Kechagindan yana ham yaxshi yumshabdi. Maza bo'ldimi? Sog' bo'ling. Bundan buyog'iga hech ham kasal bo'lmang ilohim. Salomat bo'ling. Ertaga yana bir kun lecheniya qoldi, shu bilan tamom, ha? Yana bir kun chiqasiz. Tugaydi.